Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlarga mana mashkaronani yasashni o'rgataman. Telegramdan menga juda ham ko'p so'ragandinglar, yozgandinglar karona yasashni o'rgating deb. Bugun sizlar bilan mana mashkaronani birgalikda yasaymiz. Men tishsiz, ya'ni tarozsiz abadokdan, temir abadokdan foydalandim, chunki buni ro'mol bilan taqish uchun yasaganman ro'molga. Agar ro'molsiz taqiladigan bo'lsa, abadokka temir tishligi bor, taroligi bor. Ana o'shandan qilasizlar. Biz bunda ko'proq kley bilan ishlaymiz asosan. Shu videoda ko'rib turganingizdek qilib hammasini ketma-ketlikda ko'zlarni yopishtirasizlar. Kley surganingizdan keyin 5-6 sekund kley surganingizdan keyin ko'zlarni yopishtirsanglar, ko'zinglar yaxshi yopishadi. Kley surib sразу yopishtirsanglar mana shu ko'rinishda ko'zlarimizni yopishtiramiz. Shaklini o'zgartirsanglar bo'ladi. O'zingizlar xohlagan fasonda qilib. Birinchi kleysiz qo'yib ko'rasizlar ko'zlaringizlarni. Keyin chiroyli naqsh qilib olganingizdan keyin yopishtirishni boshlaysizlar. Mana bunaqa osnovadan 5 tasini qilib olamiz. 5 tasini bir xil qilib mana yopishtirib oldik. Endi buni ikkita chetidagini qilamiz. Chetdagi ingichkarog'idan foydalanamiz. Buni ham oldin chirnavik qilib ko'zlaringizdan qo'yib ko'ringlar. Bu hammasi shisha ko'zli, lekin buni yaltirashi boshqacha. Bunaqa koronalarga ko'proq shunaqa yaxshi shishali ko'zlidan foydalansanglar chiroyli bo'lib yonib chiqadi. Bu yerda faqatgina mana shu ko'zimizda plastmassa ko'z. Qolgan hammasi shishadan qilingan. Yaltirashi ham boshqacha bo'ladi buni. Shunda qo'lingizga olganingizda bilinadi. Ham og'ir bo'ladi, narxidan ham ajratib olsangiz bo'ladi. Mana shunaqa qilib bundan 4 ta qilib olamiz. Mana qizlar hammasini tayyorlab oldik. Mana boya aytib o'tganim. Hammasini tayyorlab oldik. Endi buni 0.3 yoki 0.4 sim bilan yaxshilab abadokumizga qotirib chiqamiz. Birinchi o'rtasidan boshlaymiz. O'rtasini topib olamiz abadokka. Yaxshilab sim bilan simni tortib qattiq qilib hammasini ketma-ketlikda qattimlab mahkamlab chiqamiz. Keyin bir narsani aytib o'tmoqchi edim qizlar. Meni videolarimni Telegramda har xil kanallarga tarqatib olsizlar, o'zingizlarning kanalingizga qo'yib olsizlar. Men bu narsaga qarshiman. Faqatgina meni YouTube kanalimni silkasi bilan kanalingizga tashlasangiz
hammasini sim bilan qotirib oldik. Endi buni orqasini yopamiz. Koronamizni bunga qanaqa tasmadan foydalansanglar yaxshi. Simlari sochi ham, ro'molga taqsanglar ro'moli ham yulvarmaydi o'shanda. Oddiy atlasnoy lentalar yupqali qiladi bunga. تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي حلى أوقاتي Mana ramashkamiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni o'rta qismiga boya tosh yopishib bitirmagan edik. Endi ana o'sha yerga toshlarni yopishtirib chiqamiz. Buni o'rta qismiga men pastga yopishtirgan ramashka boyagi metrajimdan bittadan kesib oldim. Men bu ramashkani oralariga donali ko'zlardan yopishtirib chiqamiz. Bu yerda men hozir kattasidan yopishtirib ko'rdim, lekin kichkina razmeriga alishtirdim. Chunki bu ozgina kattalik qildi. Aytganimdek, kleyni surib qo'yib, ozginadan keyin yopishtirsanglar, o'zingizlarga ishlashingizga oson bo'ladi. Mana oralarini to'ldirib chiqdik. Endi tepa qismi, o'rta qismiga boyagi aytgan bittadan kesib olgan ramashka metrajimizni o'rtasiga yopishtirdim. Mana cheti ko'zlik. Koronamiz oxirida tayyor bo'lgandan keyin uni mana shunaqa qayirib olamiz oldiga ozginadan chetlarini yaxshilab chiroyli qilib. Koronam sizga yoqqan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin. Boyagi qolgan joylariga ham dumaloq ko'zimizni yopishtirib chiqamiz. Koronamizni tayyor qizlar. Yasab ko'ringlar. Juda ham oson, unaqa qiyin emas. Yoqqan bo'lsa, kommentariyada izoh qoldiringlar. طعم الدنيا